Sizlar aytuvdim ikkita sevishganlarni ovqatlanishga boraman deb. Ko'pchilik topdi lekin mashalloh gap bo'lishi mumkin emas. O'sha sevishganlar mana. Otam bilan zo'r alhamdulillah. Mana O'zbekistonga keldik, managa yurtboshimizga katta rahmat. Mana shuni janglaring bo'ladi, mana senga onamdan men sovg'amiz bor edi. Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bu ham berib ketgan toshni rubinni 10 karatli rubin shuni yasab senga uzay qildirtir deydi. Gap. Mana. Ismimsa to'g'ridan mana. Mashalloh. Bu tillamas ha rubin ha? Rubin 12 karatli. Alloh rozi bo'lsin. Onam mana. Mana ham Otamni otasi bu ham gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Onam bilan otam mehmon qildim. Alhamdulillah. Ota-onam duosini olayverish kerak. Men ham ozroqgina otamga kichkina sovg'am bu mana. Nima Galaxy S Ultra 25 deydi-ki. Mana otangga addishi inshaalloh. Bu mashinalarni ham, Cadillac mashinalarini ham pодарок qilyapti inshaalloh. Men nimaga erishgan bo'lsam, topgan moli davlatim, hurmat va izzatim, shoni shavkatim hammasi shu ota-onamning sababidan deyish kerak. Bu aqlli gap bo'ladi. Ulug'lar aytgan ekan, menda nima fazilat ko'rsangiz, ota-onamning bergan tarbiyasidan deb biling. Menda nima kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, o'zimning xatoyimdan deb biling. Nima deyman, faqatgina ota-onam duosini olayverish kerak. Har doim eng birinchisi ota-onam duosi, yana ota-onam duosi, keyin inshaalloh hammasi bo'laveradi.